tarmoqlarga turda uchrayotgan minimal teoremasiga tushuvchi uchun misolni ishlatish yo'lini ko'rib o'tamiz. Bizga ABC uchburchak berilgan va C uchidan C kesma, B uchidan B kesma uchrayotgan va kesmalarning uzunliklarini bergan. Bizdan savolda A kesmani uzunligini so'raydi. Xo'p, bu misolda ishlaymiz. Biz hozir N nuqtadan AC asosga parallel qilib kesma tushiramiz. Parallel qilib kesma tushiramiz. Shunda parallel qilib kesma tushirgandan keyin mana shu nuqtani qandaydir L harfi bilan belgilaymiz. Shunda CMO uchburchak bilan ONL uchburchak bir-biriga o'xshash ekanligi chiqadi. Chunki asoslari bir-biriga parallel bo'lyapti. O'xshashlikdan foydalanamiz. Ya'ni mana bu OLL uchburchakni asosi LN, katta uchburchakni asosi CM ga nisbati, kichkina uchburchakning yon tomoni ON, katta uchburchakni yon tomoni osiga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Osiga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Endi xuddi shunday AMB uchburchak bilan NLB uchburchak ham bir-biriga o'xshash, chunki mana LN kesma bilan AM kesma bir-biriga parallel, shu parallel ekanligini uchburchaklarning o'xshash ekanligini aniqlayapmiz. Buni ham o'xshashlikdan foydalanamiz. Xo'p, AMB uchburchakni yon tomoni AM ni, kichkina uchburchakni yon tomoni LN ga nisbatan teng bo'ladi. Katta uchburchakni asosi AB ni, kichkina uchburchakni asosi NB ga nisbatiga teng bo'lishi kerak. Mana shu ikkita tenglamani bir-biriga ko'paytirib yuboramiz. Shunda LNlar qisqarib ketib, AM taqsim CM teng bo'ladi. Ikkalasini ko'paytiramiz. ON taqsim OC ko'paytirilgan AB taqsim NB. Chap tarafdagi kasrni naryoqqa bo'lish hudud qilsalaring, surat va marhad joyi o'zgarib o'tadi. Bu tarafda 1 qoladi. Birinchi bu tarafga yozib olsak, ON taqsim OC ko'paytirilgan AM taqsim CM bo'lish bo'lsa, naryoqqa joyi o'zgarib ko'paytirish bo'lib CM taqsim AM ko'paytirilgan AB taqsim NB. Bu tarafda 1 qoladi. Xo'p, shu kelib chiqqan tenglamamiz Mendeley teoremasi deb ataladi. Xo'p, shu Mendeley teoremasiga qo'yamiz hozir. ON ni OC ga nisbati, ya'ni 2 ni 10 ga nisbati ko'paytirilgan CM ni AM ga nisbati CM 8, AM esa 6 ko'paytirilgan AB ni to'liq C+4 ni xo'sh 4 ga nisbati shu tenglikni birga ketadiga 5 3 1. Xo'p, C+4 summasiga 15 ga, C qiymati esa 11 ga teng ekanligi. Demak, misolimiz javobi bu bo'lgan ekan.